Jack Sandray o'rtoqlar 115 million bilan o'zingiz qilib oling. Paroklar avtomatik tarzda chiqadi. O'rindiqlar soni 16 ta. Mana bu yerga bitta qo'shimcha adaptivniy stulchik. Mana bu yoqqa ham stulchik, ana tabletka misolida bo'ladi. Mana ko'rayotganingizda 4 ta bo'ldi. Shofyor yonida ham joy bor. Bo'pshi yana 5 ta qo'shtirsangiz bo'ladi. Passajirlar uchun maxsus monitor bor. YouTubedan videolar qo'yib, maza qilib tomosha qilib ketib bo'ladi. Har bitta o'rindiqqa mana USB, ikkitalar porti bor, pardalar bor, tayyor. Xohlasangiz tonirovkalar tortib qo'ysangiz ham bo'ladi. Deflektorlar har bitta mijoz uchun, ya'ni isib ketmaydi, qishda sovib ketmaydi. Isitish uchun alohida bir klimat bor, ya'ni oyoqlaringiz issiqqa ketadi. Passajirlar uchun imkoniyatlar o'ylangan, ko'zlangan. O'rtoqlar, bu Jack Sandrayning orqa kamerasi, ya'ni orqa harakatlanganingizda xuddi shunaqa keng obzor ko'rsatadi. Bu esa mashinaning ichki ko'rinishi. Mashinamiz yumshoqqina bo'ladi. 187 ot kuchiga ega bo'ladi. Menga yoqqani o'rtoqlar video registratorlari komplektatsiyasida bo'ladi. Mer sprinterlarni eslasangiz ham yakka balonda. Bu ham mana Yevro standartga mos yakka balonda, 16 o'lchamda, diskali tormozda. Yiliga kelsak 2026 o'rtoqlar, yurmaganidan, lekin odamlarni olib yuradiganidan. 115 million bilan mana shu mashinani o'zingiz qilib olsangiz bo'ladi. Bu boshlang'ich to'lov. Sug'urtalari qo'shilgan. 8 million 824 mingdan oylik to'lovingiz chiqadi. Agar kuniga hisoblasangiz 284 mingdan kuniga to'lab bersangiz bo'ladi. 396 million 900 ming so'm tan narxi. Xohlasangiz naqdiga oling yoki 115 million dastlabki to'lovni amalga oshirib, avtokreditda o'zingiz qilib ketsangiz bo'ladi. Kamiga o'rtoqlar individualniy bonuslari bo'ladi.